Dasturimiz davom etadi. Xalq bilan muloqot qilish, odamlarning dardini tinglash va muammolarga amaliy yechim topish bugungi kunda deputat faoliyatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Zero, xalq ishonchini qozonish avvalo ularning hayotiga befarq bo'lmaslik va muammolarni joyida o'rganib amaliy yordam ko'rsatish orqali namoyon bo'ladi. O'zbekiston Ekologik partiyasidan saylangan Vobkent tuman kengashining 8-Chitikaron saylov okrugi deputati Muhabbat Nurmuhammedova faol deputatlardan biri sifatida hudud aholisining murojaat va takliflariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. U 2026-yilning 1-choragi davomida hududdagi infratuzilma, xizmat ko'rsatish sohasi, ijtimoiy obyektlar hamda aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'rganib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda samarali ishlarni amalga oshirdi. Kuni kecha deputat Mo'minobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lib, mahallani jinoyatchilik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, yoshlar bandligini ta'minlash, huquqbuzarlik va kambag'allikning oldini olish kabi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy masalalar yuzasidan aholi bilan muloqot qildi. Hududda issiqxona faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan Nurmurod Kamolovning issiqxonasiga suv nasosi o'rnatish masalasi ham deputat e'tiboridan chetda qolmadi. Shuningdek, Dilshoda Mansurovaga 30 sotiq yer maydonida issiqxona tashkil etishi uchun kredit mablag'lari ajratish bo'yicha vazifalar belgilandi. Tadbirlar doirasida hududda istiqomat qilib kelayotgan Dilfuza Nutfullayeva hamda Shomurod Asrorovlarning xonadoniga borildi. Sog'ligidagi jiddiy muammolar sabab to'shakka mixlanib qolgan fuqarolarga moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatildi. Albatta, deputatlarning samarali va natijador faoliyati uning saylovchilar ishonchini oqlayotganini amalda ko'rsatadi.